100 ta profili bor dedimi? Точно. 100 ta profil ochib olgan, xohlagan odamiga, bitta menga emas, hammaga, chunki bir xil tovar qo'yadigan o'rtoqlarim ham xuddi shular menga ham yozyapti deb yozib yotibdi-da. Bular hammaga, bu ayolmi, erkakmi bilmayman, 1000 ta profili bor, hammaga negativ kommentariy yozar ekanda. Mayli 102 orqali nima dedi, chorasini ko'radi. Aloqaga chiqmadi, mana kutyapman. 102 ga beraman, ilojim yo'q, topishib yuboringlar, lekin kim tanisa o'ziga tashib qo'yinglar. Hozir o'chiryapman, tovar qo'yapman, yana yozyapti. Yomon kommentariy yozyapti-da, uyat kommentariyalar yozyapti, ularni o'chirib qo'yapman, endi bu yoqqa qo'ymayapman, o'zimda bor. Mayli, o'zi endi anaqa qonunning oldida javob beradi. O'zbekistonda qonun hammaga bir xil. Keyin juda ham zo'r ishlayapti. 102 orqali srazu toptiraman. Haqqim bor, chunki menga yozyapti-da bu narsalarni. Men u ayolmi, erkakmi tanimayman. Nima haqqi bor unaqa qilib yozishga tushunmayapman. Sog' odam bunaqani yozmaydi. Yoki alami bor odammi bo'lsa kerak, yoki kimdandir jahli chiqib shunaqa qilib yozadigan bo'ladi-yu, ichi qora odamlar bo'ladi-yu, shunaqa bo'lishi mumkin. Yoki shaytonmi, bilmayman. Bu kim ekanligini ham bilmayapman-da hozir. Nima deb tanisangiz gapirasiz, tanimayman ham даже. Kim ekanligini ham bilmayapman. Mayli 102 orqali nima aloqaga chiqaraman. Haqqim bor, chunki qonun hammaga barobar. Inson huquqlari, haq huquqlari bo'yicha 100 barobar shtraf to'laydi. Kim negativ yozganlar hozir buni qo'yapman, chunki bu rosa ko'p, har sekundda qo'yapti-da, sekundda yomon kommentariy yozadi, sekundda nima qilyapti. Mayli, ana Alloh uchun kechiruvdim. Birinchi hayit kuni endi mayli deb kechiruvdim. Yo'q, undan keyin ham mana 1 yil mobaynida 2025-yildan hozirgi yomon kungacha yomon kommentariylar yozganlar hammasi skrinshot qilingan, hammalaring beraman. Haqqim hozir 102 ga bersam sirazi juda yaxshi o'qiganman. Top beringlar, o'zi bilan gaplashayotgan o'qiganman. Shuning uchun sizlarga tavsiyam, men bilan bekorga o'chirmaydigan, ana o'qiladigan. To'g'risi qonunning oldida javob berasizlar. Men tinch qo'ymayman, ana o'qilaman. Chunki men bandaman, to'g'ri, lekin qonunning oldida yangi profildan chiqadi. Allohning o'zida ham javob berasiz, bu bor turgan gap u, lekin kechirmayman chiqadi. To'g'risi. Taniganlar bo'lsa, chunki men sizlarni tanimayman-da. Tanimay turib shunaqa gaplar yozyapsiz, uyat gaplar yozyapsiz. Har bitta yozgan kommentariyasi qonun juda ham chiroyli javobini beradi. 1 yildan oshdi, Rossiya yomon orqali sizlar bilan negativchilar, mana shu yozganlar. Undan oldin 2025 dan